O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bundan 1 soat oldin Botirjon akam bilan agar sochimni zo'r olib qo'ysangiz, aka yoqsa postmandan dedim. Botirjon aka o'zi aslida sochga injiqmasdi. Men qanaqa chiqsa ham olib qo'yaman ichimda sochga injiqmas dedim, lekin haqiqatan o'rtoqlar kalla yozlar ham baho berasizlar. Haqiqatan hamma joyi tekkiza. Ana shu akam olib qo'ydi aka. Lazzat ko'rmasin. Men o'rtoqlar King Barbershop manzilni tushuntiraman. Ja uzoqqa bormaysizlar. Ammo o'zimizni kirgilikda Shodli masjid. Assalomu alaykum. Ana qassobxona ochilibdi. Go'shtga ham kelasizlar. Menimcha zo'r go'shtlar chetda sotiladi. O'rtoqlar, Shodli masjid, ko'rlaysiz masjidni. Ha? To'g'risida. Go'sht markazi bor, yonida King Barbershop bor. Botirjon akam shaxsan o'zlari, ukalari bilan birga ishlar ekanlar, bilasizlar, ko'p taniganlar. 15-20 yil, endi 20 yil bo'lmasa ham kamida 15 yillik tajribasi bor ekan. Sog' bo'linglar, pastda Barbershopda akkauntini admitga qilib qo'yibman. Endi like bosib qo'yasizlar, baho berib.